Ayol kishi agar pul topaman yoki oilamni boqaman deb ko'chaga chiqdimi, bo'ldi, u insonda, ayolda sog'lig'ida muammolar bo'lish boshlaydi. Qanaqa? Endometrioz, fibroadenoma, turli xil ginekologik kasalliklar bo'ladi. Chunki ayol kishi faqat ishlashi mumkin qachonki charchamasa. Ko'p ish qilish uchun tug'ilmaganda, u charchayaptimi, demak, hamma organ sistemalar sos holatda ishlaydi, ya'ni chidab berish holatida. O'shaning uchun nimaga ayollar 40 yoshdan keyin, 50 yoshdan keyin buf etib hamma kasalliklar, onkologiya rivojlanib ketyapti. Tez-tezda hamma narsa buket bo'lib ketyapti. Nimaga? Chunki gormonal fonni podushkasida ayol kishi sezmaydi-da, bu defitsitlarni, doktorga borish kerakligini, vrach ko'rish kerakligini, onkologik kasalliklarni oldini olish kerakligini bilmaydi-da. O'sha podushka bor, gormonal podushka, ya'ni estrogen, progesteron bizani ushlab turadi. Shu holatda ishlab pul topadi. Lekin ichida stradaj qilishni boshlaydi, chunki uyga kelganda erkak bo'lib qoladi. Bolalarni eshitgisi kelmaydi. Maslahat beruvchi, sokin inson bo'lish kerak-da. Vaziyat shuni taqozo qildi. Ota-onasi bo'lmadi, ukalarini boqish kerak. To'g'ri, hammasini 100% tushunaman. Men bu aqllilik qilmoqchi emasman, faqat ayollarning gormonal faoliyatini ham o'ylab qo'yish kerak. Shunaqa ayol bitta tekshirib olish kerak. Qatim neto, nimada o'zgarish bor, nima to'g'rilashimiz kerak desa, biz to'g'rilab beramiz, keyin o'zini hayotini sekin to'g'rilaveradi.